Assalomu alaykum, baraka mebel kuzatuvchilari. Navbatdagi ko'hniy naborimiz Farg'ona shahriga ustunovga qilindi. Razmerlariga keladigan bo'lsa, razmerlari 6 metr joyga joylashdi. Bu yerda mana derazasi bor ekan, derazasining oldiga ikki chekasiga ochiq polka qilib, gul-pul qo'ygani dizaynni chiroyli chiqish uchun shunday qilib yechim qilib ketdik. Tagiga derazani tagiga pastroq qilib tumba qilib, ko'hniy bilan bir xil qildik. Bu chekada kir mashinaning oldida ochiq polka qilib soda sovun qo'ygan joy qilganmiz. Xolodilniklar yo'q ekan. Xolodilnikga joy qilingan bu yerga. Uyda hali remonti bo'lmagan. Uyda egasi o'zimiz aboyni keyin yopishtirib olamiz deganligi uchun mebelni olib kelib o'rnatdik. Xo'p. Asosiy ko'hniy va burchakda kafellarga yopishmagan ekan devorga. O'zimiz kafellarni bosib, ko'hniy ichida bo'lgan kafelni ham kafellarni chiroylilarini qo'yganmiz. Ranglari seriyaga oq qilingan, pasvet qilingan. Bir xillik bo'lib qolmasligi uchun. Ruchkalari ham quyimali temir ruchka, zanglab, shilinib, bukilib ketmaydi. Buni qo'lda buka olmaysiz ham buni. Eshiklari davotchilik, polkalari ikki qatorli. Bunisi endi olib qo'yiladi. Shandiri ham originallar qo'yilgan. Ponni pix kromka rezinkada bosiladi. Bu yerda mana vitishkalari ham qo'yilgan. Sensorli vitishkalar, original. Gazlari bu yerga duxovkaga joy qilingan. Bu yerlarda mana sushilka idish deyilgan. Tepada chiroqlari ikki xil yonadi. Burchakka sochiq ilgani beshilka qilingan. Bu ish necha pulga bitgani qiziq bo'lsa, hozir video oxirida narxlarini aytamiz. Bonuslari agar 5 metrdan baland bo'lsa, bitta vitishga $100 qo'yib beriladi. Sushilka, moyka, musul paqir, qoshiq paddon, shular bonus. Narxi bir pagonometri 2.300.000 so'mdan vodiy bo'ylab chiqarib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkalari tekin. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda 50% to'lanadi, dastavkani yarmi. Borib o'tkazishlari tekin bo'ladi. O'zimiz Andijon tumanida ishlab chiqarish seximiz. O'zbekiston bo'ylab qilib beryapmiz. Liboy nuqtasiga borib qilib beryapmiz. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Qanaqa savolinglar bo'lsa, oshxonanglar hali bitmagan bo'lsa, telefon qilib bizdan masalan razvedkani o'rnlarini, qayerga nima joylashadi, suvni qanday joylasam bo'ladi, kir mashinaga qanday joylasam bo'ladi, xolodilnikka hamma narsasi nima, kuxnyada nima savol bo'lsa, bizga telefon qilib berishinglar mumkin. Xalq xizmatidamiz. Bemalol savollar bo'lsa beraverasizlar. Hammaga rahmat. Bittadan like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin.